Begovoy darashkasi bor odamlar eshitib turinglar. Olganinglarda uzog'i bir hafta yugurgansizlar. Yo, ko'proqmi? Xo'p, shunaqa, bo'pti. Endi bir hafta deylik. Begovoy darashkani falon pulga qiziqib olganlarning 99%ning uyida chang bosib turibdi. Shu gapim to'g'ri bo'lsa qo'l ko'tarib qo'yinglar. Uyga turni qilib qo'yganlar. Bir oyda necha marta osilasizlar. Agar siz o'sha bir sport bilan doimiy shug'ullanadigan bir jamoaga a'zo bo'lsangiz, bir kollektivga, "Hayra, nima kelmayapsan? Kelmasang 500 so'm ishtirab" dedi-da, holimizdan nima qiladi? Qistab olib ketadi. To'g'ri aytyapmanmi? Hatto ayrim akalarimizni ko'rdik, garderobini almashtirishga to'g'ri keldi. Chunki shu semirib ketgan kiyimlari keyin haligi kostyumini kiysa, xuddi akasini kostyumini kiygandek bo'lib qolgan. Tushuninglar akalar, sport bilan shug'ullanishlik bizning xohishimiz, bizni nimamizdagi ixtiyorimizdagi narsa emas,